Assalamu alaykum hörmətli ustozlar. Kitap anlaşını və kitap oquşunu özünün gündəlik adətiga aylandırğan suyumluq dostlar. Keçkinlər xeyirlik bolsun. Erkizlik yazmaları 7-ci qism turmuşunun muhim saatları və savaqları degan kitabımızın Nimişqa yamanlıqlar yüz beridu degan qismini davam başlayımız. Kitap yazğıcı doktor Erkin Sıdıq, Avazda İstanbul'dan Leyla Qız. Kitap oqulğan gün 2018 yılı 28 sentabr cümə. Nimişqa yamanlıqlar yüz beridu? 2015 yılı 11 ayının 20 günü mən chet əldə yaşayatqılı nəhayət uzun vaqt boldu. Əgər 1985 yılı Yaponga oquşqa barğan vaqtdan başlap hesablasam, mənə chet əldə yaşayatqılı hazır 30 yıl bolğan boldu. Chet elga chiqqandan buyon ko'plagan boshqa joyning odamlari, boshqa millatning odamlari va boshqa ellarning odamlarini uchratdim. Ularning bir qismi haqida nihoyat obdan tushunchimi hosil qildim. Har qattim boshqa millatning kishilarini uchratganda hamda ular haqida ma'lum tushuncha ega bo'lganda, men ularni Uyg'urlar bilan selishtirib turdim. Ularni men uchirtib baqqan, men billa yashab baqqan va men billa ishlab baqqan Uyg'urlar bilan selishtirib turdim. Bulubmu o'zining bilmiy doirasini taqvoliqini eng yaxshi davomlashtirib mang'an, moddiy dunyoga bo'lgan nafsi tufayli ruhiy dunyosining sog'lomligini bulg'amagan, oq ko'ngil, mehribon, sabrchan, nihoyat emgakchan va intayin chidamli Uyg'ur dehqonlari bilan selishtirib turdim. Bizning yaqin tuqqanlarimiz ichida ana shundaq dehqonlar ko'p edi. Men kichik vaqtimda uylarda ko'p turgan, o'zim nihoyat yaxshi bildigan ashundaq dehqon tuqqanlarimizning bir qismi o'z umrida o'zlari tava bo'lgan, noyi bozorg'imi biror qitim berib boqmay bu dunyodan ayrildi. Texi 2016 yili men yurtqa berib, dehqon tuqqanlarimni yo'qlab yeziga borganda, bir tuqqanim menga yangidan aqlagan bir chorak guruchni tanglab, "Balam, bizda sizga sovuq qilg'idek yaxshi narsa yo'q. Mavi guruchni texi yaqinda aqlagan. Bizda bar so'g'ab bo'lg'idek narsaning hammasi mushu shu. Buni Amerikaga olg'ash ketib, har qatim tamoq etib yeganda bizni aslab qo'ying", dedi. Men alg'il unmasam u qat'iy unmadi. Yana bir tuqqanim uyda saqlag'ilib 1-2 yil bo'lib qolgan bir talanga chiqilmagan yong'oqni elib chiqib, xuddi yuqoridagi misolga o'xshashla mening Amerikaga elib ketishim talab qilib turib oldi. Yeshi meninki bilan tang kichikimizda billa o'ynagan yana bir tuqqanimning uyida faqat birla to'xusi bor ekan. U ashu to'xusini o'ldirib polo etib meni mehmon qildi. Tamoq kelimdan intayin tasdi o'tdi, ammo u menga men hozirgacha yeb baqqan pololarning ichidagi eng yaxshisidek tuyuldi. U poloning ta'mi og'zimda hozirmi bor. Qisqasi, men ashu dehqonlarni chet elda nihoyat rohat yashayotgan boshqa millat kishilari bilan davomli selishtirib turdim. Menda hamma ishlarni nazariya jihatdan tushunishga intiladigan bir odat bor bo'lg'achqa, kallamda tabiiy holda mundaq bir savol shakllandi. Nima uchun yaxshi odamlar yomon kunga qoladi? Kallamda bu savol eng dasbida paydo bo'lganda men bu savolning javobi ilmiy sohada bormi yoki diniy sohada bormi? U to'g'riliq ancha o'ylanib ketmadim, ammo uningga javob bo'lgan bilimlarga diqqat qilishni zodil to'xtatmadim. Yurtimizda yuz bergan 2009 yil Tomuzdagi vaqadan keyin men ba'zi o'ngsizliklarga duch keldim. Ularning ichidagi eng achinishli opamning tugab ketishi va mening uning to'pi beshini biror qitim yo'qlay olmasligim bo'ldi. Shu chog'da mening bir yiroqdagi do'stim yaxshi odamlarga yomonlik yuz berganda nomli bir ingliz kitobni menga pochtadan avatib sovg'a qildi. Uni yozgan kishi Amerikada yashaydigan bir diniy zot bo'lib, ammo u abdur islomdan boshqa bir dinga tava ekan. Men u kitobni kam deganda 3 qatim o'qidim. Menda xeyli ko'p bilimlarga ega bo'ldim. Yaxshi odamlarning beshiga o'ngsizliklar emas, og'ir musbat va nihoyat echinishli fojialarmi keladigan ishlarning nihoyat ko'p ekanligini yana bir qatim sistemli holda tushunib yetdim.
Iliqi kitapning avtori yo'liqqan fojia kallamdan uzungacha chiqib ketmadi. Men u kitapning asosiy mazmunini Uyg'ur o'qirmanlariga tunishtirishni qaror qilib, bir parcha maqol yozishni boshladim. Ammo u kitapning avtori bir musulmon ziyolisi bo'lmag'achqa, u kitapda o'tirib qo'yilgan bir qism ko'z qarashlar dinimizdagi tushunchalarga zid kelib qolishi ehtimolligi bor edi. Shunglashqa men u maqolni bitirib e'lon qilishdan voz kechdim. Men bu yil yozda chet ellarda sayohat qilish jarayonida o'zimga intayin yaqin sirdosh do'st bo'la oladigan bir Uyg'ur qarindishimizni uchratdim. 10 ayning oldida bir qarindishimiz yurtqa tuqqan yo'qlashga berib, uning bir tuqqani, uning 5 yoshlik va 10 yoshlik ikki bolasini o'yintib kelish uchun shahar aylantirayotganda bir mashina vaqasi uchrab, haliqi ikki bolasi qazo qilib ketibdi. U qarindishimiz men bilan paranglashganda o'zini tutib olishga butun kuchi bilan tirishib turdi. Ammo uning ko'ziga namlik qurib boqmadi. Uning ayoli haliqi ikki bolasining rasmini biz bilan bir so'rinda o'tirgan do'sturga yig'lab turib ko'rsatganda, men u rasmga qarashga jur'at qila olmay o'rnimdan turib boshqa yoqqa ketdim. Bir ota-ona uchun o'zining kichik bolasidan ayrilib qolishdan qattiq fojia yo'q. Og'riq yo'q. Shuningdan keyin uningdimi bek echinishlik azob yo'q. Uningdimi bek chidag'isiz og'riq yo'q. Shuningdan keyin men ko'p qatim o'z-o'zimdan men bu inimiz uchun nima ish qilib bera olayman deb so'radim. Birinchi, menga vatandan kelgan bir parcha xat. Bir qancha haftaning oldida men vatandagi bir inimizdan tuvandagi bir parcha xatni topshirib oldim. Naql, iltijo. O'z qismatlari va hayot haqiqatlari to'g'risidagi javoblarga zariqib, qalbi puchilmayotgan bir bechora dodining nidosi. Assalomu alaykum, hurmatli bilimxumar aka. Yaxshimisiz? Men uzundan beri sizning kishilik hayot temasiga yozmalaringizni intayin yoqtirib o'qib kelyapman. Sizning hayot haqiqatlari haqidagi universal bilimlaringizga maslik bilan qoyil bo'lman. Men uzun vaqt o'ylanib, ondan sizga bu samimiy iltijoni yozdim. Men bir o'qituvchi, yeshim 30dan halqıgan bolsumu, beshimga bir insonning beshiga kelgan eng og'ir kulfatlar keldi. Men bu azob qorong'ulik ichida gangarab oxiri sizga iltijo qildim. Allohning irodasi bilan 2014-yili va bu yil 2015-yili ikki balam qazoga yo'liqib, bizdan bek baldur ayrildi. Uning biri 1 yosh, yana biri 5 yosh edi. Bultur kichik balamdan ayrilib ming bir tasalli va sabrlar bilan endi o'rnimdan turay deganda, bu yil bu qabohatli kunlar beshimga keldi. Bu qitim 5 yoshlik balamdan ayrilib qolish azobi meni tugashtiribdi. Ko'z yoshim qurmadi, tov qildim, shukr qildim, sabr qildim. Lekin xilli aql kirib cho'ng bo'lib qolgan balamning o'ti yuragimni ko'ydirsa, pushaymon aralash xiyollar, qayg'u hasrat va balamning go'zal asmlari yuragimni tilg'idi. Agar men faqat shu mehribon, oddiy sadoy diqqon ota-onamni deb o'rnimdan turmagan bo'lsam, balkim o'zimni tugashtirgan bo'lardim. Amaliyotda ular oldida chandurmay yurganim bilan uyda yolg'iz va yoki qabriga chiqib kun-kunlab yig'layman. Uydan sirtqa chiqish, xizmatdoshlarga, jamiyatga qanday yuzlanish va bu hayotni qanday davomlashtirishni bilolmay qoldim. Men nagili berib, nemish qilmay balamning o'moq, sho'x simasi, go'zal aslimlari oldimga kelib oldi. Ko'z yoshlarim to'xtamay to'kilmoqda. Qayg'ularimdan bexabar notanish kishilarning oldida unsiz yig'layapman. Men kundalik vaqtimni zich o'rlashtirib chiniqish, dars, kutubxonaga berib kitob o'qish bilan dardimni yengillatishga tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsam-mu, lekin qalbim ba'zi mendan savollarga qanoatlanarli javob ola olmay, meni izchil qiynab, bu qayg'u azobni og'irlashtirmoqda. Odamning beshiga kelgan qismatlarning manbasi nima? Odamning farzandi va yaqinlariga kelgan baloyi qazolar shu odamning bu dunyolikdagi ish harakati bilan munosabatlikmi? Odam bu dunyolikda ba'zi qilmishlar uchun ballarning qazosi bilan jazosini tortamdi yoki bu Allohning boshqa ishlar uchun bergan bishoratimi? Bu ishlarda qanday hikmat va haqiqat bordir?
Mən bularning tegi yetolmay, ba'zida o'zimni ayblab, pushaymon va nadomat ilkida azoblanib ketyapman. Men qanday qilishim kerak? Men sizning menga ta'lim berib, azob qorong'uligida puchillayotgan qalbni yo'ritadiganligingizga cheksiz ishonaman. Oxirida sizning oilangizdagilarning tininglarning salomat, izlanishinglarning natijalik bo'lishini Allohdan tilayman. Hurmat bilan yuragi laqti bo'lgan bir dada. Көз яшlarida tunjiqayotgan bir inson. Shundaqla sizning yiroqdagi bir qarindishingiz naql tugdi. Men yuqoridagi xatni o'qigandan keyin yuqoridagi ikki inimiz va shuningga o'xshash boshqa qarindoshlarimizga bir oz yordami bo'lsin uchun yuqoridagi so'ralgan savollarga javob tepib, uni bir maqola qilib yozib chiqish qaroriga keldim. Hamda doktor Yasir Qozi bilan O'yg'onning munosabatlik leksiyalarini qaytadan izlab, topgan leksiyalarni bir qatim anglab chiqdim. Ularning biri O'yg'onning YouTube'dagi "Nimishqa yomon ishlar yuz berdi" degan temada so'zlagan bir xutba leksiyasi bo'lib, men mazkur yozmada shu 27 minutlik leksiyaning mazmunini tonushtiraman. Bu leksiya turlarda 2014-yili 5-may kuni chiqarilibdi. Kishilarning mushundaq temalarga tutgan pozitsiyasi qarab, meningcha ularning cho'ng jihatdan bir qancha guruhlarga ayrig'ili bo'ldi. Ularning ichidagi haqiqiy musulmonlar mazkur maqolada bayon qilingan mazmunlarni osonlik qabul qila oladi. Qolganlarning bo'lsa bu mazmunlarni qabul qilish darajasi o'xshash bo'lmaydi. Shunlashqa men har bir o'qirmandan o'zim muvofiq ko'rgan mazmunni qabul qilib, boshqa mazmunlar ustida boshqalar bilan ko'p talashib ketmasligini so'rayman. Alloh buyursa, men keyincha "Nimishqa yaxshi odamga yomonliklar yuz berdi" degan temada bir ko'p qismliq maqola tayyorlab, yuqoridagi tilga olgan kitobning mazmunini tonishtiraman. Mening maqsadim yuqoridagiga o'xshash savollari bor o'qirmanlarga javob tayyorlab berish hamda boshqa qiziqadigan o'qirmanlarga o'yinish temalari va tafakkur yip uchunlari tepib berishdan iborat. Tuandikisi O'yg'on leksiyasining mazmunlari. Birinchi, bu yerdagi kichik mavzularni men o'zim qo'ydim. Agar aslidagi mazmunga o'z ko'z qarashimni qo'shmoqchi bo'lsam, uni bir ilova shaklida shunday qilaman. Ikkinchi, nimishqa yomon ishlar yuz berdi? Men bugun so'zlamoqchi bo'lgan tema Qur'onda nihoyat ko'p so'zlangan, ammo o'ttirhal musulmonlar nihoyat osonlik qaymoqib qolgan bir masaladan iborat. Bu tema bizning e'tiqodimiz bilan zich munosabatlik bo'libla qolmay, u yana kishilar o'ttirsidagi paranglardimi o'ttirga chiqib qoldi. Nurg'un kishilar bu masalani muvofiq tushunolmaganligi uchun og'ir darajalik azob oqibatga duchor bo'lgan ahvollarmi bor. Men bugun to'xtalmoqchi bo'lgan masala nimishqa yomon ishlar yuz beradi degandan iborat. Agar biz bu masalani o'zimizning e'tiqod nuqtasida turib to'g'ri tushunib olmay turib o'zlari yomon ahvollarga yo'liqib azoblanayotgan kishilarga qilayotgan gaplarni qilib qo'ydiganmiz, ularning azobini texmo og'irlashtirib etamiz. Masalan, yaqinda bizning bir cho'ng onamiz o'lib ketdi. U o'lib ketishdan burun biz bir mezgil og'ir azoblarni chekdi. Bizning tuqqanlarning bir yig'ilishida ashu gap chiqib qolganda mening bir navri tuqqanim u cho'ng onamiz yosh vaqtida boshqalarga yaxshi muomalada bo'lmay, ba'zi eski ishlarni qilib qo'ygan. Shunga o'lib ketishdan burun Alloh uni jazoladi dedi. Kishilar mana mushundaq gaplarni qildigan bo'lib, undaq gaplar ba'zilarga yangi azob paydo qilib berdi. Mening his qilishimcha, biz paranglar jarayonida ashundaq gaplarni davomli qilib turamiz. Nimishqa sana bu ish yuz berdi? Bilamsan, uning sababi Allohning sana nihoyat ochiq kelgan gap. Ba'zida ashundaq so'zlarni ota-onalar o'z bolalarga ishlatadi. Palampaydan nimishqa yiqilib tushding? Bilamsan, tunugunki atdigan men tamoqingni ye desam sen tamoqingni yeb tugatmading. Shunga Alloh seni jazoladi. Shunga sana yomonliklar yuz berdi. Gapimni anglamaganliging uchun sen palampaydan yiqilib tushding. Mushundaq so'zlarni er-xotinlarmi bir-biriga ishlatadi. Bu bir iymon masalasi. Bu yerda men yomon ishlar deganda faqat nihoyat kichik ishlarni ko'zda tutmadim. Bu yerda kichik ishlarni va cho'ng ishlarni ko'zda tutyapman. Ba'zi yomon ishlar
ayrim shaxslarga yuz berdi. Masalan, ba'zilar mashina haqqasiga uchraydi, ba'zilar osonlikcha saqaymaydigan kasallarga giribdor bo'lib qoldi, ba'zilar operatsiya qilinmasa bo'lmaydigan bir holatga kelib qoldi, ba'zilar biror oila a'zolaridan ayrilib qoldi. Ba'zilar xizmatidan bo'shatilib iqtisodiy qiyinchilikqa duch keldi. Ba'zida biror jamoat yoki biror mahalla balay ofatga uchraydigan ahvollarim bor. Masalan, ba'zi joylarni qiyon eqitib ketadi, ba'zida bir yer tavrash bilan 100 minglagan kishilar qiyin ahvollarga qoldi. Ba'zida ichki urush yoki davlatlar orasidagi urushlar portlab qilib, burun tinch o'tayotgan bir rayonning xalqi turiblar urushning ichiga kirib qoldi. Demak, yuqoridagidek ishlar har kuni ayrim shaxslarga yuz berib, ba'zida uningdan cho'ngroq doirada yuz berdi. Birinchi, ishlar zanjirsimon yuz bermaydi. Men bugungi xutbada faqat individuallar doirasidagi yomon ishlar ustida to'xtalman. Bu bir nihoyat muhim masala. Masalan, men ba'zida bir odamning og'rinib so'zlab ketganini anglayman. Allah bugun mendan ranjib qolgan o'xshaydi. Shunga menga bir qancha yomon ishlar yuz berdi. Siz o'rningizdan vaqtida turmaysiz, yo'lga aldirab chiqib xato yo'lga kirib qolsiz. Bu yo'lda bir voqea yuz berganligi uchun siz xizmatga kechikib qolsiz. Ondan siz bu ishlarni Allohdan ko'rsiz. Birinchidan, bu bir murakkab masala. Ikkinchidan, Qur'onda kulfat yoki musibat haqidagi oyatlardan necha o'ni bor. Hozirgi arabchada musibat degan so'zning ma'nosi kulfat, cho'ng balay afat deganlarni o'z ichiga oldi. Qadimgi arabchada musibat degan so'z nishonga dal tekkizish degan so'zdan kelgan. Shunglashqa bu so'z kulfat, vaqa, hodisa qatorliq yomon ishlarni ko'rsatgan bo'lsa-mu, Alloh Qur'onda kulfat, vaqa, hodisa degandek so'zlarni ishlatmay, musibat degan so'zni ishlatadi. Ya'ni islomdagi taqdir tushunchasi bo'yicha bu so'z Alloh oldin planlab, dal joyiga tekkizib atgan o'qiyadek ishlar uchun ishlatilgan. Dal joyiga tekkizib qilingan ish ma'nosida ishlatilgan. Masalan, bir odam o'zi yo'liqqan bir ishni mundoq deb o'ylashi mumkin. Mashinam yo'lda buzilib qilib, ishga kechikib qoldim. Natijada xizmatimdan bo'shatib etildim. Natijada ayolimdan ajrashib ketdim. Men ashundoq odamdan birini uchratgan. Bundoq odamlar sabab natija, yana sabab natija munosabati bilan yuz bergan hamma ishlarni eng dastlabki bir voqeaga chetib oldi. Amaliyotda har bir kelishmaslik individual bo'ldi. Ular bir-birini keltirib chiqargan bo'lmasdan Allohning buyurishi bilan ayrim holda yuz bergan bo'ladi. Allah shu ishlarning har birining ayrim holda yuz berishiga yo'l qo'ydi. Siz yana bir odamningki bilan o'pma o'xshash bir ahvolning ichiga kirib qilib, yana bir odamga bir yomonlik yuz berib, ammo sizga undaq yomonlik yuz bermaydigan ishlar ko'p. Alloh yana bir odamga sizninkiga o'xshamaydigan bir ishni buyurgan bo'ladi. Shunlashqa musibat haqida biz bilishga tegishli birinchi ish u bir ayrim ish, kishilarga ayrim qaratilgan ish bo'ldi. U hargizmi zanjirsimon yuz beradigan ishlar emas. Ikkinchi, savr va tabrik. Sur Baqarada mundaq bir oyat bor. Sabr qilgan odamni tabrikligin. Ilova. Bu ikkinchi sura 155 oyatning bir qismi bo'lib, Uyg'urcha Qur'onda u mundaq deb yozibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz sizlarni bir oz qo'rqinish bilan, bir oz qahatchilik bilan va mollaringlarga, jonlaringlarga, balalaringlarga, ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Beshiga kelgan musibat va zahmatlarga sabr qilguvchilarga jannat bilan xush xabar bergin. Ya'ni Uyg'onning tushuntirishidagi tabrikligin degan so'z Uyg'urcha Qur'onda jannat bilan xush xabar bergin deb elinibdi. Ya'ni siz va men bir qiyin ahvolga yo'liqqanda Alloh bizni sabr qilishni talab qilgan.
Biz savr qilishqa tegishli bir ishning ichiga kirib qolganda, biz uning yeniga berib muborak bo'lsin demaymiz. Undaq desak, muvofiq bo'lmaydi. Biz faqat biror xushalliq ish uchunla ko'zgan bir ishimiz o'ngishliq bitgandala bir-birimizni tabriklaymiz. Undaqda Alloh nimishqa savr qilgan kishilarni tabrikligin deydi. Bunun səbəbi Allahqa işindiğən kişilərinin bundaq işlərə tutulduğan pozisiyası bütünlәй başqaça buldu. Ehtimal beşinizə gəlgən barlıq azablıq işlərə yuşurunğan məqsəd faqat birlə boluşu, yəni sizə səvrini yetildiriş boluşu. Əgər siz aşu nişanni əməlgə aşura alsanız, siz təbriklanışqa layoqatli bo'lishingiz mumkin. Biz mushu dunyodagi narsalarga erishishni nishon qilamiz, ammo Allohning haqiqiy nishoni bo'lsa, sizga sabr qilishni o'gitish bo'lishi mumkin. Boshqa nishonlar bilan solishtirganda sabr qilishni o'rganish cho'ngroq nishon bo'lib hisoblanishi. Shunlashqa ashundaq bir nishonni ishga oshira olsangiz, siz tabriklanishga loyiq bo'lishingiz mumkin. Biz ko'nglimizda ishq oshirmoqchi bo'lgan nurg'un g'oyalar bor. Ammo Alloh sizning yuragingizda uningdan ko'p qimmatli bo'lgan boshqa bir g'oya bor bo'lib, uni amalga oshirish naqadar qimmatli ekanligini siz bilmaysiz deydi. Uning qimmati sizni tabriklashga arziydigan darajada yuqori deydi. Yuqoridagi oyatdan keyinla Alloh yana mundaq deydi: Biz albatta Allohga tavbamiz, albatta Allah'a qaytımız. İlave Uygurca Kur'an'daki Bismillahirrahmanirrahim. Biz elbette Allah'ın igtidarçılıqıdımız. Yani Allah'ın bəndilərimiz. Çoxum Allah'ın dərgahı qaytımız. Kişilərin beşiğə bir külbət gəlgəndə, onların ağzından şu vaxtdan özülə çıxıdığan birinci söz, biz Allah'a qaytımız. Onunda gəp yox. Biz faqat onunla qaytımız degəndən ibarət. Bunun mənsi biz igimizga qaytımız degəndən ibarət. Biz bir külbətlik işqə yoluqqanda, yuqoridagidek gapni qilish yoki ashundaq o'ylashning orqasida bir hikmat bor bo'lib, biz shu to'g'riliq o'ylanmasak bo'lmaydi. Ya'ni siz bir yomon xabarni anlaganda, biz albatta Allohga tavbamiz, albatta Allohga qaytimiz desangiz, siz bir mukofotga erishsiz. Sabr qilgan odamni tabrikligin degan oyatda ishlatilgani bir yolg'iz odam nomi bo'lib, uning ma'nosi qiyomat kuni payg'ambar alayhissalom sabr qilgan kishilarning yeniga kelib, ularni ayrim tabrikligin degandan iborat. Biz yuqoridagi Uqumlarni bilib olgandan keyin Allohdan qiyomat kuni payg'ambar alayhissalom tabriklaydigan kishilar qatoridan o'rin berishini tilaymiz. Sizni oilangizdagi bir kishi tabrikligini bilan maktabingizning boshqa tabrikligini o'xshamaydi. Yuqoridagi oyatda Alloh payg'ambar alayhissalomni sabr qilganlarni tabriklashga buyuruydi. Biz ashundaq tabriklanguchilarning biri bo'lishni istaymiz. Men hozir sizlarga bir misol keltiray. Sizlarning beshinglarga kelgan kulpat bu misoldagidan jiq eg'ir, jiq echinish bo'lishi mumkin. Shunlashqa bu misolni o'zinglarning ahvoliga tatbiqlab turib anglanglar. Men bir yangi mashina setib olib uzun o'tmay yo'lda ketayotganda bu mashina buzilib qolsin. Shuning bilan mening nihoyat achchiqim keldi. Kallamda bu mening mashinam degan uqum bor. Bulğaşqa bu ishqa nihoyat achchiqim kelib ketadi. Ammo mashina buzilib qolgan hamon biz albatta Allohga qaytimiz, albatta Allohga tavbamiz degan oyat bo'yicha mening hech nimam yo'q. Men Allohga tavba deb o'ylasam, mening ko'nglimda nima paydo bo'lgan hisslar boshqacha bo'ldi. U chaqda men hech qanday narsaning egisi bo'lmashqa biror narsa uchun og'rinmayman. Kishilar birsiga igdorchilik qilish huquqi erishsa, u narsadan ayrilib qolganda achchiqlandi. Ammo bu oyat bo'yicha bo'lganda siz hech nimaning egisi emas, siz hech nimaga ega emas. Shunlashqa kulpatga shu oyat bo'yicha qarasangiz ko'nglingiz orom topadi.
Siz bu hayatda erişidigan hamma narsa Allohning sizga ato qilgan sovg'asidir. Shunlashqa siz bir narsadan ayrilib qolganda, siz o'zingizning narsadan quruq qolmaysiz. Biz o'zimizning qo'li, puti, ko'zi va tili qatorliq narsalarga haqliqdek o'ylaymiz. Amaliyotda ular o'zimizga tava emas. Biz ularni pul to'lab olgan emas. Ularning hammasi Allohga tava. Bu oyatning keyingi qismida biz albatta Allohga qaytimiz deyildi. Bizda hozir mavjud bo'lib turayotgan masalalarning hech qaysi mangulik emas. Mayli u pul masalasi, salomatlik masalasi, oila masalasi bo'lishidan yoki u kayfiyat jihatdagi masala, fizikalik masalaga o'xshash boshqa bir masala bo'lishidan qat'iy nazar, ular mangulik emas. Uning sababi siz bilan menmu mangulik emas. Biz mangulik bo'lmay turib, qandaqmi bizning masalalarimiz mangulik bo'lsin? Kinchi bundaq masalalar yo'q bo'lib ketibla qolmay, menmu yo'q bo'lman, menmu Allohga qaytaman. Biz hamma ishlarga to'g'ri nuqtadan qarashimiz kerak. Hamma ishlar haqida to'g'ri hukm chiqarishimiz kerak. Shunday qilganda biz uchun eng muhim ishning qaysi ekanligini bilalaymiz. Agar siz ishlar ustida to'g'ri hukm chiqarmaydigansiz, zehningizni xato ishga markazlashtirib qo'ysiz. Mening o'qituvchim menga davomli mundaq bir ishni deydi. Siz o't ketgan bir binoning ichida turib, uning temini qanday rangda sirlash ustida o'ylanib turmang. Aldı bilan suv tepib o'tni o'chiring. Xuddi mushuningga o'xshash hamma vaqtda ishlarning muhimlik darajasi, muhimlik tartibi bor bo'ldi. Biz aldı bilan umumiy manzarani tushunishimiz kerak. Bu yerdagi umumiy manzara biz hammamizning Allohga tava ekanligimizdir. Ba'zida siz bilan mening beshimga bir kulpat faqat o'zimizning Allohga tava ekanligini ogohlantirish qo'yish uchunla kelishi mumkin. Agar biz bu nuqtani chin yuragimizdan tushunsak, biz uchun sabr qilish oson to'xtaydi. Shuning bilan biz beshimizga kelgan kulfatlarga sabr qilib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tabriklashiga erishimiz. 3. Hamma ishlarni Allohdan ko'rishga bo'lmaydi. Yuqoridagi men bir musbatga nisbatan biz qanday pozitsiya tutishimiz kerakligi haqidagi bir oyatni tushuntirib o'tdim. Ammo men musibat, qiyinchilik, kulfat va qiyin o'tganlar qatorliq biz hayotimizda duch keladigan ba'zi ishlar ustida to'xtalman. Qur'onda 2 guruhda oyatlar bor. Ularning bir guruhidan bir odamning beshiga kelgan kulfatlarning hammasi, mayli ular yer yuzida yuz bersin yoki osmonda yuz bersin, ular allaqachon daftarlarga yozilib bo'lgan yoki Allohning tarafidan buyurilganligi bayon qilindi. Masalan, bir odamning bir kichik bolasi o'lib ketsa, u odam balam kechirgan hayot amdi keladi. Uning oldida bir uzun hayoti bor edi deyishi mumkin. Amaliyotda bo'lsa, u balaning o'lib ketishi shundoq buyurilgan ish bo'ldi. Mening mushu yer sharidagi safarimning uzunligi allaqachon bekitib bo'lingan. Sizning shundoq. Har bir insonning bu yer yuzida qanchalik uzun yashay oladiganligini Alloh burulla bekitib bo'lgan. Şoňlaşqa ölüp ketken bir adam haqida siz agar u bugun hayat bo'lgan bo'lsa, demang. Uning bugun hayat turmaydiganligini allaqachon buyurilib bo'lgan. Men guruhiga tava oyatlarning yana birsida agar Alloh yo'l qo'ymaydigan sana hech qanday bir kulfat kelmaydi deyilgan. Bu oyatning Uyg'urcha Qur'ondagi tarjimasi sana yetgan yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir ekan. Iman etgan kishilar uchun mundaq bir go'zal so'zni ishlatadi. Alloh biz uchun yezib qo'ygan kulfatlardan boshqasi bizning beshimizga kelmaydi. Bu yerda Alloh bizga qarshi yezib qo'ygan degan so'z ishlatilmay, biz uchun yezib qo'yilgan degan so'z ishlatilgan. Mana bu Alloh bizga o'rgatgan bizning qiyinchiliklarga tutadigan pozitsiyamizdir. Ulardan boshqa Qur'onda yana bir xil oyatlar bor bo'lib, ularda
Ularning beshiga kelgini, ular o'zlari qilgan ishning razilligi, beshingga qandaq qiyinchilik kelgan bo'lsa, uni o'z qilmishing keltirib chiqargan deyildi. Ya'ni bir xil oyatlarda kulfatni Allah buyurgan deyilsa, yana bir xil oyatlarda kulfatni o'zlari keltirib chiqargan deyildi. Undaqda biz bu ikkisini qandaq birlashtiramiz? Birinchidan, Sura Al-Imron 3-suradan boshqa yerda Allah hargizmi ularga degin. Bu ularning o'z gunohidan bo'lgan demaydi. Buning ma'nosi shuki, bir odamning beshiga biror kulfatlik ish kelganda, biz uningga bu sening o'z gunohingdan bo'lgan, bu sening o'z qilmishingdan bo'lgan demaymiz. Biz tuandikidek gaplarni hargizmi demaymiz. Sen nimishqa rak kasal bo'lding, bilamsan? Chunki sen kunga 5 vaqt namoz o'qimading. Ikkinchidan, Uhud urushi jarayonida Alloh payg'ambar alayhissalomga mundaq deydi. Ularga degin, buni ularning o'z qilmishlari keltirib chiqargan. Uhud urushlarining dasbida musulmonlar qarshi tarafni yengiyotdi. Musulmonlar foydali joylarni egillagan bo'lib, dushmanlar qichiyotgan edi. Ammo keyincha musulmonlar qo'ldagi foydali joylarni tashlab, o'lja bulashga otlanib ketdi.